Saida Mirziyoyeva prezident qarorini qat'iy tarzda eslatdi. O'zbekiston va Kolumbiya o'yini 1-3 hisobida yakunlandi. Lekin nega jahon mediasi va FIFA hattoki Kolumbiyaning telekanallarida O'zbekiston haqida qayta-qayta so'z yuritmoqda? Assalomu alaykum. Bugungi hafta dayjestida shu haqida so'z yuritamiz. 18-iyun kuni O'zbekiston va Kolumbiya o'yini bo'lib o'tdi. Bu o'yinni bevosita tomosha qilish uchun O'zbekistonning 40 millionga yaqin aholisi ertalab soat 6 dan boshlab hududlarda tashkil etilgan ulkan ekran oldida to'plandi. Nukus shahri Do'stlik kanali bo'yidagi yoshlar maydonchasiga ham 10 mingga yaqin fuqarolar yig'ilib, milliy saylanda jamoamizni qo'llab-quvvatladi. Abbos Fayzullayev jahon chempionatida gol urgan O'rta Osiyodagi birinchi futbolchi bo'lib tarixga kirdi va butun O'rta Osiyo tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan milliy terma jamoamiz 1-3 hisobida jahon chempionatining birinchi turini yakunladi. 90 daqiqa davomida Mexiko stadionida 11 nafar oqbo'rlarimiz g'alaba uchun kurash olib bordi. Prezident Shavkat Mirziyoyev jahon chempionatidagi birinchi golning o'zi O'zbekiston uchun katta g'alaba ekanligini ta'kidladi. Birinchi taym vaqtida Kolumbiya jamoasining birinchi golidan keyin yig'layotgan o'zbekistonlik bolani yupatish maqsadida kolumbiyalik muxlislar O'zbekiston deb baqirib qo'llab-quvvatlagani ijtimoiy tarmoqlardan Kolumbiya telekanallarida aylanmoqda va kichkina yuragi bilan vatanga bo'lgan muhabbat, o'z jamoasi uchun jon kuydirayotgan o'zbekistonlik bu kichkina bolajon dunyo uchun o'rnak bo'lmoqda. O'zbekiston milliy terma jamoasi Meksikaning Mexiko shahridagi o'yinni yakunlab, Nyu-Yorkka uchib ketdi. Jahon chempionatida ular uchun ajratilgan xonani tozalab, rahmat deb yozib qoldirgan foto va videolar tarqaldi va jamoamizga bo'lgan hurmatni yanada oshirmoqda. Saida Mirziyoyeva prezident qarorini qat'iy tarzda eslatdi. Endi O'zbekistonda narko-biznes bilan shug'ullanuvchilarga kamida 20 yil qamoq jazosi beriladi va bu turdagi narko jinoyatlarni sodir etgan fuqarolar muddatidan oldin ozodlikka chiqmaydi. Saida Mirziyoyeva prezident qarorini qat'iy tarzda eslatdi. 11-iyun kuni prezident Shavkat Mirziyoyev aholi salomatligi va millat genofondini giyohvandlikdan himoya qilish, shuningdek yo'l harakati ishtirokchilarining xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha taqdimot bilan tanishgan edi. 15-iyun kuni esa Saida Mirziyoyeva O'zbekistonda giyohvandlikka qarshi yangi qaror va yangi tizim yo'lga qo'yilganini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, endilikda giyohvandlik jinoyati bilan qo'lga olingan aybdor shaxslar jazoni to'liq o'taydi va muddatidan ilgari ozodlikka chiqmaydi. Shuningdek, endilikda voyaga yetmaganlarni narkotik iste'mol qilishga undash og'ir jinoyat sifatida baholanib, 5 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi qo'llaniladi. 16-iyun kuni rasmiy tashrif bilan kelgan Albaniya Respublikasi prezidenti Bayram Begayni O'zbekistonga tashrif buyurdi. Ko'ksaroy qarorgohida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Albaniya Respublikasi prezidenti Bayram Begay rasmiy delegatsiyalar ishtirokida muzokara o'tkazdilar. Siyosiy muloqot va turli darajadagi aloqalar faollashgani alohida qayd etildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro tuzilmalar doirasida tomonlar bir-birini qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Tovar ayirboshlashni kengaytirish, agrosanoat majmui, yashil energetika, geologiya, turizm va boshqa muhim sohalar keng ko'lamli kooperatsiya dasturini tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Oliy darajadagi muzokaralar yakunida O'zbekiston Respublikasi prezidenti va Albaniya Respublikasi prezidenti Bayram Begay faxriy mehmonlar xiyobonida birgalikda daraxt ekdilar. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 5-Toshkent xalqaro investitsiya forumi arafasida Amerika Qurolli Shtatlarining yetakchi kompaniyalari delegatsiyasi bilan uchrashuv o'tkazdi. To'rtko'l tumanida yangi korxona va amfiteatr foydalanishga topshirildi. Joriy yilning 19-iyun kuni To'rtko'l tumanidagi yangi korxonaning ochilishiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Unda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qarg'i Kengashi raisi Amanbay O'rinbayev ishtirok etib, yangi korxonaning foydalanishga topshirilishi munosabati bilan yig'ilganlarni tabrikladi. Qoraqalpog'istonda tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha yaratilgan imkoniyatlar natijasida To'rtko'l tumanida shisha idishlarni qayta ishlash loyihasi amalga oshirildi. Natijada yiliga 4,5 million dona mahsulotni ishlab chiqarish yo'lga qo'yilib, 50 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Shuningdek, yangi amfiteatr foydalanishga topshirildi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz mana shulardan iborat edi. Kelasi hafta siz uchun ham, biz uchun ham xushxabarlarga to'la bo'lsin.